Xullas dominant kafeda 7-8 soatda pishadigan mumkin emas. Dim sikka ovqat. Menyuga qo'shib o'tirmiz. Ovqat bilan men ham notanishman. Shuning uchun hozir Nodirbekdan so'raymiz. Nima ovqat bu? Nechtadi? Necha so'm glавнес? Unda boshladik. Qanday ovqat bu? Oti nima? Oti moshkichiri. Ichidan uni bo'ladi. Ichida go'sht. Qana go'sht bu? Go'sht уже yo'qolib ketgan. Titilib o'sha qaynaydi go'sht shunday kerak. Birinchi bilan mosh bor. Bo'ldi, boshqa hech narsa shu o'zi hammasi birga 8 soat qaynaydi. 8 soat? 8 soat qaynaydi. Zakaz etib qo'yishingiz kerak. Soat uzoq 12gacha. Bitcoin'dan uzak bo'lmasa bu. Примерно shunda 8 ga pishadi. Necha odam bo'lib bilamiz buni bir porsiyani? Har kim har turli bir narsa deb ayta olmaymiz. Kim qancha yeyishini kommentda o'zlari yozib qoldirsin, kelib o'zdan sinab ko'rish mumkin. Bizlar ham bu narsani bilmaymiz, to'g'risi. Har kimning oshqozoni har tur. Komment qo'ying, necha odam yeb biladi deb o'ylaysiz buni? Bu ko'rinishidan oddiy nega o'xshashi mumkin, lekin ichida go'sht bilan birga qanaqa, shuning hisobidan kaloriyasi dim baland bo'ladi. Bahasi necha so'm? Bahasi ana shu. Ekovi ham qo'shib 360 ming so'm. Mana 180 bo'ladi shunda. Ya bu o'zi 1 kiloning ichidagi narsa bu. 1 kilosi o'zi 2 tovoqqa suzilgan. Ya 1 kilosi 360 ming so'm bo'ladi, 2 tovoqqa suzib beriladi. Shunday. Bunda dimomanda bir 4 odam bo'lib kelish kerak olaman. 90 tashlasizlar, 90 x 4 360 bo'ladi. Shu o'rinda kilo deganini tushuntirib o'tib ketish kerak. 1 kilo bo'lganda bu pishirilmasdan oldingi go'shtning kilosi o'lchadi. Bu hozir pishganda o'xshi 4 kilo. Agar solishtiramiz, kilosi boshqacha summadan o'tirganda diqqat etadigan joyi ko'p joyda pishganini taraziga tortiladi. Bu pishmasini kilo hisoblaymiz. Pishganini agar aytadigan bo'lsak 4 kilo. O'pshi 2 tovoqda hozir 4 kilo bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Go'sht xil bo'lib ketgan. Hamma ya cho'ka krem surtsa-chi, bu ovqatimizni podzakaz emas, porsiya etib o'zini отдельный zakaz etsangiz ham bo'ladi. Buning uchun albatta kommentda bu ovqat sizga ma'qul kelgani haqida fikringizni aytishingiz kerak. Ko'rinishini ko'ring, shunday masalliqlarni aytsan, yoqlarni o'ylab ko'rsangiz, menimcha ovqatni qo'shish kerak. Ne deysiz? Agar siz ham qo'shish kerak deb hisoblasangiz, prosta kommentga plyus yozib qoldiring. Shundan bilib olamiz. To'xta, qurt qolib ketdi bu. Yetsa. Kerak kerak buni. Hozirda mazap og'aradi, mazap. Bismillah. To'rt odam yeb bilmaydi buni. Voy. Kelasan uğraşanmı, radnoy. Yurakni patırdatadi ekan hozir. Xullas har doimgi gap. Eng murskoy, eng jostki, eng bir degan ovqatlar uchun dominant kafega kelaverasiz. Buni bir jo'ralar bilan kelib o'ltirib kerak bu g'ani.